Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Podkastimizning navbatdagi soni efirda. Bilamiz, dunyoda turizm yo'nalishi eng serdaromad sohalardan hisoblanadi va dunyoning eng iqtisodiy rivojlangan mamlakatlari ham aynan turizm ortidan katta daromadlar olib keladi. O'zbekistonda ham oxirgi yillarda aynan turizmni, ichki va tashqi turizmni rivojlantirish borasida ko'plab ishlar amalga oshirilmoqda. Biz esa bugun Ekologiya, atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi huzuridagi turizm qo'mitasi mas'ullari bilan birgalikda O'zbekistonda aynan ushbu yo'nalishda amalga oshirilayotgan ishlar hamda turizm yo'nalishida interaktiv xizmatlar ko'rsatish hamda raqamlashtirish jarayonlari haqida suhbatlashamiz. Bizning bugungi mehmonlarimiz Ozodjon Yo'lbars Mirzayev, Milliy PR markazi raqamli targ'ibot bo'limi boshlig'i. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Sherali Ahmadjonov, turizm qo'mitasi raqamlashtirish bo'limi bosh mutaxassisi. Sherali aka, assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Endi oxirgi vaqtlarda ayniqsa 20 kun, 1 oy ichida turizm bo'yicha ham juda katta yangiliklar bo'ldi. Ayniqsa davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev shu tadbirkorlar bilan bo'lgan uchrashuvda ham turizm yo'nalishiga kirmoqchi bo'layotgan yoki turizmni rivojlantirmoqchi bo'layotgan tadbirkorlarga ham bir qator yangiliklarni e'lon qildi. Aynan mana shu jarayondagi yangiliklarga birinchi to'xtalsak, menimcha maqsadga muvofiq bo'lsa kerak. To'g'ri ta'kidlab o'tdingiz. O'zbekistonda turizm sohasida hozirgi kunda zamonaviy talab ehtiyojlarga talab beradigan infratuzilmani rivojlantirish maqsadida sohada faoliyat yuritayotgan tadbirkorlarga, mahalliy va xorijiy sayyohlarga, umuman turizm sohasidagi foydalanuvchilarga, xizmat sohasidan foydalanuvchilarga ham, xizmat ko'rsatuvchilarga ham bir qancha qulayliklar xabarchi yo'nalishlar bo'yicha olib borilmoqda. Jumladan raqamlashtirish bo'yicha ham bir qancha loyihalar amalga oshirildi. Bulardan davlat xizmatlari elektron shaklda yo'lga qo'yilyapti. Elektron platformalar yaratilyapti. Axborot tizimlari ishga tushiryapti. Shularning o'rnida aytib o'tadigan bo'lsak, an'anaviy tarzda ko'rsatib kelingan davlat xizmatlari, aytaylik oilaviy mehmon uylari, hostellar, o'tovli chodirli oromgohlarga reyestrga kiritish bo'yicha davlat xizmati an'anaviy shaklda elektron shaklga o'tkazildi. Mana shu o'tkazilgan davr mobaynida tadbirkorlar davlat xizmatlari markaziga yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali o'sha nizomda belgilangan tartib bo'yicha arizalarni qoldirib, reyestrdan ko'chirmalarni olib, o'z faoliyatlarini yo'lga qo'yib kelyapti. Bu albatta birinchidan vaqt tejalishiga olib keladi, qulaylik va doimiy statistik ma'lumotlarning shakllanib borishiga, tahliliy ma'lumotlarning shakllanib borishiga katta yordam ko'rsatadi. Shu xizmatning o'zida ham misol xohlagan odam kirganda ko'rish mumkin. Qancha oilaviy mehmon uyi ochilgan, hostellar ochilgan, qanchasi statistikalari, tahliliy ma'lumotlari bor. Undan keyin shu yillar davomida sohada faoliyat yuritayotgan tadbirkorlar uchun mehmonxonalarni qurish, jihozlash, modulli mehmonxonalarni qurish, undan keyin shu qurilish davrida 50 va undan ortiq bo'lgan mehmonxonalar mavjud bo'lgan mehmonxonalarga nogironligi bo'lgan shaxslar uchun mehmonxona obyektlarida qulaylik yaratish, ya'ni aravachalarda qulay harakatlanish, nogironlar uchun ovozli ko'rish displeylarini o'rnatish bo'yicha qilingan ishlarni bir qismini qoplab berish uchun turoperator, turagentlarning xalqaro yarmarkalarda qatnashish uchun o'sha xarajatlarning bir qismini qoplab berish uchun, ana undan keyin UNESCO hududida mavjud bo'lgan hududlarda qurilgan mehmonxonalar uchun subsidiya ajratish, mehmonxonalar mavjud bo'lmagan hududlarda mehmonxonalar qurish, dor yo'llarini bo'yicha qurilgan o'sha dor yo'llari uchun sarflangan xarajatlarni bir qismini qoplab berish bo'yicha davlat byudjeti va turizm qo'mitasini qo'llab-quvvatlash jamg'armasidan subsidiya ajratish bo'yicha xizmatlar ishga tushirildi. Va bu qulayliklar tadbirkorlarga albatta o'sha o'zini xizmatlarini ishga tushirishda ancha yordam beradi. Tushunarli. Sherali aka, yana bir savol tug'ilishi mumkin ko'pchilikda endi, ya'ni turizm haqida va turistlar uchun, sayyohlar uchun qulayliklar, ya'ni mehmonxonalar haqida gap ketganda, o'zi shuncha qurilyapti mehmonxonalar, har bir hududda bir mehmonxona qurilayotganiga guvoh bo'ladi ko'pchilik. Shuncha mehmonxonaga ehtiyoj bormi o'zi?
bir o'rganishlar bormi bo'yicha aniq statistika, shunga qarab bir mehmonxonalar reja qilinyaptimi, qurilyaptimi degan savollar ham bo'lishi mumkin-da. Ya'ni ichki turizm, tashqi turizm degan narsalardan uzoqroq bo'lgan odamlar bo'lishi mumkin. Ya'ni misol uchun Samarqandga sayohatga borsa yoki Buxoroga sayohatga borsa qancha odam kelayotganini, qancha turist yurganini ko'ramizda, lekin ko'rmaydigan insonlar ham bor. Ularga bir aniq ma'lumotlar bera olamizmi? Albatta, bu o'sha har yil bilsangiz statistik ma'lumotlar e'lon qilinadi, o'sha xorijiy sayyohlar, mahalliy sayyohlar bo'yicha. Ana o'shalardan kelib chiqib, ehtiyojiga qarab o'sha mehmonxonalar qurish, joylashtirish vositalarini qurish ishlari olib boriladi. Albatta, bu o'sha talabdan kelib chiqqan holda amalga oshiriladi tadbirkorlar tomonidan. Va o'sha oshirilgan ishlarni qo'llab-quvvatlash uchun mana shu sarflangan mablag'larni o'sha sohada faoliyat yuritgan tadbirkorlarga subsidiya qilib bir qismini qoplab berish xizmatlari ham yo'lga qo'yilganligi bilsa bo'ladi shunda. Ozodjon aka, Sherali aka aytib berdilar, ancha bir raqamlashtirish borasida qilinayotgan ishlar ham ko'p ekan. Bu sohani rivojiga qanchalik hissa qo'shyapti? Sizda qanday ma'lumotlarni ayta olasiz bu bo'yicha? Aholida va aynan bu sohaga bosh suqayotgan yoki shu sohani ichida qaynayotgan tadbirkorlar uchun raqamlashtirish jarayonlari qanchalik qulaylik yaratyapti? Har bitta mehmonxonani, misol uchun, ijtimoiy tarmoqlar orqali targ'ibot ishlarini olib bormoqda. Misol uchun, bizga travel blogerlar ko'paydi. Misol uchun, bugungi kunda raqamlashtirish siz hayot tasavvurga ega emas. 5 yil avval travel jurnalistika, travel blogerlar yo'q edi. Bugungi kunda Instagramga kirsangiz, misol uchun $100 bu joyga borib kelishimiz mumkin, respublikamiz bo'yicha, misol uchun отдаленный joylarga, lokatsiyalarga borib kelishimiz mumkin. Boshqa joylarga borib kelishimiz mumkin. Ijtimoiy tarmoqlar va target yo'naltirilgan reklamalar juda katta foyda keltiryapti deb hisoblayman. Ko'pchilikning blogi bor, misol uchun. Otellar ham hozir qishloqdagi chekka qishloqdagi nimalar ham, aholilar ham o'zini sahifalarini targ'ibot ishlarini amalga oshirib, turizm sohasiga ancha yordam beryapti deb hisoblaymiz. Misol uchun qilganmiz. Bu jarayonlarni yana ham rivojlantirish uchun siz faoliyat olib boradigan markaz qanday ishlarni amalga oshiryapti va rejalar qanday yanada rivojlantirish uchun? Bizni web portalimiz bor, Uzbekistan.travel. Ushbu web portal 14 tilda yuritiladi. Public Relation degan nomimiz bor, PR markazi. Aholi bilan ishlaymiz. Aholining murojaatlari keladi. Materiallar yordam beringlar, syomka qilishda bizni o'rgatinglar deganlar bor, misol uchun. Chekka qishloqlar degandek, misol uchun chekka joylarni, video materiallarni, foto materiallarni bizga beringlar, biz buni targ'ibot qilib, o'zimizning hududimizni rivojlantiraylik deydi. Biz bu tarafdan yordam beramiz, har doim aloqada bo'lamiz. Ijtimoiy tarmoqlarimizda, web portalimizda bot yuritib qo'ymaganmiz, ataylab, chunki biz bo'limimiz jonli muloqot har doim olib boradi. Xohlagan inson kirib turib, turistga yordam degan joy bor. O'sha joy pastda xohlagan savolingizni yozishingiz mumkin. O'shanga biz murojaatiga javob berishga harakat qilamiz. Har doim viza masalasi, boshqa masalalar bo'yicha biz iloji boricha yengillik yaratishga doim tayyor bo'lib, ko'maklashib kelmoqdamiz. Ijtimoiy tarmoqlarimiz bor, Uzbekistan Travel, ko'rgan bo'lsangiz, 11 ta ijtimoiy tarmoqda yuritamiz. Pinterest, Odnoklassniki va VKontaktelar ham bor. Har bitta ijtimoiy tarmoqlar uchun bizda alohida strategiyalar belgilangan. Har bittasi bo'yicha alohida ishlaymiz. Bugungi kunda agar gapiradigan bo'lsak, biz ko'proq oldin ko'rsatilmagan manzillarga intilyapmiz. Ya'ni hamma bilgan manzillarga emas. Hamma bilganda, xuddi shunday. Chunki Samarqand, Buxoroni ko'rdik, Xivani ko'rdik. Xo'p, boshqa qanaqa joylarga bor degan savol juda ko'p keladi. Biz shuni orqasidan izlanib, kontentimizni iloji boricha chiroyliroq qilib, hamda e'tibor bergan bo'lsangiz, yaqin orada biz rubrika yo'lga qo'ydik, maxsus rubrika. Bu yurtimizda bo'lib o'tayotgan tadbirlarning anonslari. Bizga ko'p savol keladi. Toshkentga keldim, qanaqa tadbir bor? Biz ataylab anons rubrikasini yo'lga qo'ydik. Ovoz aka buni gapirib bera oladigan o'sha turistlarni jalb qilish imkoniyatini mavjud qilish uchun yo'lga qo'yamiz asosiy ekan.
Ozodjon aka, mavzu ochilganda yana bir savol bersam, aynan shu fikrlaringizga bog'liq. Men o'zim shaxsan jurnalist sifatida bir nechta davlatlarga aynan o'sha davlat turizm sharoitlari bilan tanishish maqsadida va qaysidir ma'noda o'sha mamlakat turizmini bir PR qilish maqsadida ham safarlarga ko'p chiqqanman. Masalan, Turkiyaga, masalan, Xitoyga va shu kabi menga o'xshash jurnalistlar, blogerlar butun dunyodan doimiy tarzda misol har oyda misol bu safar Markaziy Osiyodan 4 ta davlatdan bittadan jurnalist olib borishsa, keyingi oy misol uchun Yevropa mamlakatlaridan, Slaviyan davlatlaridan shu 4 ta 5 ta jurnalistni olib kelib bir hafta davomida ularga hamma o'sha turistik manzillarni ko'rsatib, ular uchun alohida bir festivallar tashkil qilib, o'sha festivalda shular ishtirok etish uchun biz misol uchun ishtirok etishimiz uchun shunaqa jarayonlar qilib tashkil qilishadi-da, rejali 1 yillik dasturlari, strategiyalari bor. Men hayron bo'lardim boshida 3 yil, 4 yil avval birinchi borganlarimda shuncha rasxod qilib bizga o'xshagan jurnalistlarga bir hafta yurishni o'zi bo'lmaydi, misol 5 yulduzli mehmonxonalar shartmikin bularga derdim. Lekin keyinchalik o'sha borgan mamlakatlarimiz statistikasini ko'rsam, statistikasida o'sha aynan bizga o'xshagan jurnalistlar borgan mamlakatdan oqim ko'payganda va bizda bunaqa holat blogerlarni olib kelish, jurnalistlarni olib kelish adashmasam 3 yil, 4 yil oldin eshitgandim. Undan beri ham bu davom etyaptimi yoki butunlay to'xtab qolganmi bu jarayonlar? Bu jarayon davom etyapti. Bitta farqi bor. Oldin biz chiqardik, misol uchun kimdirga yoritib bergin deydi. Hozir million auditoriyaga ega katta blogerlar o'zligi yozadi biz ijtimoiy tarmoqlarga. Chet elliklar. Ko'p davlatlardan yozishadi. O'zbekistonga kerakli, tashrif buyuraylik, sizlarni davlatlaringiz juda go'zal. Kelib turib yoritib beramiz, hamkorlikda ishlaylik. Oldin misol uchun qiyin bo'lardi, misol uchun ayrim bir xil insonlarga chiqib turib, bilasiz, endi katta auditoriyasi bo'lgandan keyin e'tibor qaratmaydi bu narsaga. Haligi kichkina profilchadan yozasiz. Hozir o'zligi hammasi qiziqib yozib turib muloqot qilgisi keladida, O'zbekistonga qiziqishi juda katta. Biz hamda turizm qo'mitasida marketing boshqarmasi bor. Ular blogerlarni, chet ellik blogerlarni jalb qilish bilan shug'ullanib turib, oyma-oy har bitta davlatlardan perspektivasi bor davlatlarni olib kelib turib, bu yerda million katta hajmga ega auditoriya blogerlarni jalb qilib, bu yerda infoturlar tashkillashtiriladi. Har oy demak bor. Har oy bor. Xuddi shunday. Tushunarli. Yaqin Holiday Magazines bor, misol uchun yurtga yaqin xuddi shunday, gastro bo'yicha alohida kelishyapti. Buyuk Britaniyadan juda katta qiziqish bor. Italiya juda katta qiziqish bildiryapti. Samarqand viloyatining Tersak qishlog'iga juda katta qiziqish bildiradi. Fransuzlar o'zi Samarqandga juda ko'p kelishadi. Shunaqa, lekin Tersak qishlog'iga boradi ko'pchiligi. Registonni ko'rdik, Tersak qishlog'iga ketdik deydi. Men 2 yil avval borganimda Tersak qishlog'iga yosh bolalar fransuz tilini bilardi ko'pchilik. Hayron qolganman, nima sababdan bular fransuz tilini biladi. Bu yerda mahalla raisi bor, ular fransuz tilini o'rgatar ekanlar hamda ko'pchilik turistlar qishloqlarimizga, agroturizmimizga qiziqish bildirib, madaniyatimizga qiziqish bildirib turib, ko'pchilik shu o'zligi sarguzashtlik qilib kezib yurar ekan. Bu hayron qolasiz ko'p joyda. Men ham nima uchun deb o'ylardim, balki noto'g'ri fikrdir, lekin bir o'rganib ko'rganimda endi shunaqa xulosa paydo bo'lgan. Menda Shiralarga balki boshqalarga ham qiziq bo'lardi. Mustaqil bo'lganimizdan keyin eng birinchi O'zbekistonga rasmiy tashrif buyurgan prezidentlardan bittasi aynan Fransiyaning prezidenti bo'lgan o'sha davrda, 93-yil, adashmasam 92-yillarda va to'g'ri borib Samarqandga borib, Amir Temur qabrini ziyorat qilib, shu Samarqandni ko'rish uchun kelganini bilganda ko'pchilik va o'shandan keyin Fransiyada qanaqadir O'zbekiston haqida, Samarqand haqida bir yaxshi taassurotlar qolgan o'sha prezident tashrifidan keyin, bar ommaviy axborot vositalarida e'lon qilingandan keyin shuni hisobigami deb ham o'ylayman. Yo bu yerda boshqa sabablar ham bo'lishi mumkinmi? Bir qancha sabablar, bu ham bitta sabab bo'lishi mumkin. U yerdagi o'sha tarixiy madaniy meros obidalari, obyektlar, infratuzilma va o'sha siz aytgandek o'z-o'zidan targ'ibot ishlari natijasida albatta o'sha u yerga turistlar oqimi shu bugungacha ham haqiqatda o'sha chet davlatlardan juda ko'plab kelish kuzatiladi bundan keyin ham menimcha, chunki u yerdagi o'sha tarix obidalariga qiziqqan o'sha chet ellik sayyohlar albatta hali ham ko'p oqim kelib turibdi hozirgacha va buni ustida ishlanyapti. Albatta o'sha targ'ibot, tashviqot ishlari, boshqa tashkiliy ishlar bo'yicha ham ishlar olib borilyapti. Tushunarli. Sheralarga hozir ko'pchilikning qo'lida gadjetlar bor va MyGov.uz portali eng ommabop o'sha
ilovalardan biri. Bu orqali o'sha turli xizmatlarni onlayn tarzda bajarish amaliyotlarini o'tkazish mumkin. Hozir turizm yo'nalishiga oid qaysi xizmatlarni aynan MyGov portali orqali, o'sha interaktiv davlat xizmatlari portali orqali bajarish imkoniyati bor? Eng ommaboplarni bir sanab bera olasizmi? Albatta, yuqoridagi birinchi boshda sanab o'tgan barcha davlat xizmatlari, ya'ni o'sha oila mehmon uylari, hostellar, o'toli chodirli oromgohlarni reyestrga kiritish bo'yicha davlat xizmati ham o'sha davlat elektron tarzda xizmat yo'lga qo'yilgan xizmat va o'sha MyGov portali orqali davlat xizmatlarini ko'rsatish elektron portali orqali. Undan keyin sanab o'tilgan o'sha mehmonxonalarni qurish, jihozlash, o'sha nogironligi bo'lgan yuqorida ta'kidlab o'tgan barcha xizmatlarimiz hammasi o'sha MyGov, ya'ni yagona davlat xizmatlari joriy qilingan va bu ustida yana ishlar olib borilyapti. Boshqa xizmatlarni ham o'sha aytganingizdek yo'l xaritalarida belgilab olingan. Hali ularning ustida ham o'sha xizmatlarni ham raqamlashtirish bo'yicha hozirgi kunda ishlar olib borilyapti. Turli yo'nalishlarda subsidiyalar ajratiladi-yu, misol uchun subsidiya olish desa 4 yil 5 yil avval juda bir ko'plab hujjatlar to'g'irlab yurish, byurokratiya haqida ko'p eshitardik-da. Lekin aynan turizm yo'nalishidagi turli bir tadbirkorlarga subsidiya ajratish masalalari ham aynan MyGov ilovasi orqali, interaktiv davlat xizmatlari orqali ham amalga oshirilishi oson va qulay deb ayta olamizmi? Albatta, o'sha nizomga muvofiq barcha ko'rsatilgan subsidiya ajratish bo'yicha bir qancha turlarni sanab o'tdik. Mehmonxona toifasi, xonalari sonidan kelib chiqqan holda unga qo'yilgan talablar bor. Nima hujjatlar topshirish kerak? Ana o'sha hujjatlarni arizaga ilolgan holda, bu hujjatlar ham o'zida bor hujjatlar o'sha MyGov ilovasida bor bo'ladi. Yo'q, o'sha tadbirkorning o'zida bor hujjatlar talab qilinadi, ortiqcha anaqa yo'q. Faqat o'sha nizomda ko'rsatilgan talablarga muvofiq bo'lsa, o'sha hujjatlarni jo'natgandan keyin ishchi komissiya bor, o'rganib chiqiladi. Agar o'sha talablarga muvofiq bo'ladigan bo'lsa, u o'sha belgilangan muddatlar bor, arizalarni ko'rib chiqish bosqichlari bor. Ya'ni o'sha ish kunlarida ko'rib chiqiladi va albatta o'sha subsidiyaga to'g'ri keladigan bo'lsa, subsidiya ajratish to'g'risida qaror qabul qilinadi yoki to'g'ri kelmaydigan bo'lsa, subsidiya berishni rad etish to'g'risida qaror qabul qilinadi. Agar arizada endi kamchiliklar, nimadir hujjatlar yetishmasa, o'sha muddat beriladi unga yoki o'sha infratuzilmasida nimadir kamchiliklar bo'ladigan bo'lsa, xizmat turiga qarab chiqib o'sha talablar belgilanadi. O'sha talablar o'sha ko'rsatilgan talablarga kamchilik seziladigan bo'lsa, o'sha talablarni qo'yilgan talablarga muvofiq infratuzilmani yaratgandan so'ng o'sha belgilangan miqdordagi subsidiyalar ajratiladi. Tushunarli. Va aynan turizm qo'mitasining o'zi tomonidan ishlab chiqilgan qanday platformalarni bugun misol keltira olasiz? Ya'ni ko'pchilik foydalanyapti, ko'pchilikka foydasi tegyapti va turizm rivojlanishiga, ichki va tashqi turizm rivojlanishiga bir hissa qo'shyapti mana shu platformalarimiz deb. Sizlarda mavjud platformalarni. Yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, o'sha sohada faoliyat yuritayotgan tadbirkorlar va mahalliy va xorijiy sayyohlar uchun qulaylik yaratish maqsadida bilasiz, hozir Samarqand shahrida Turistic Map degan loyihamiz ishga tushirilgan. Bu yerda demak o'sha mahalliy Samarqand shahridagi diqqatga sazovor joylar, muzeylar, aeroportlar, temir yo'l vokzallari, mahalliy avtobus bekatlari, keyin mashhur o'sha ovqatlanish, gastronomik joylar to'g'risida va ko'ngilochar joylar to'g'risida bir qancha ma'lumotlar kiritib o'tilgan. U yerda o'sha ma'lumotlar 14 ta tilda yuritiladi bu yerda ham. O'sha kiritilganda o'sha kelgan sayyoh, xoh mahalliy, xoh xorijiy bo'lsin, o'sha Samarqand shahridagi diqqatga sazovor joylarni ko'rib, tanishib, o'ziga o'sha QR kodli, shtrix kodli anaqa qilganmiz, QR kod qilganmiz. Uni telefon orqali ham, mobil ilovasi ham bor. Mobil ilovasi orqali ham yoki portal orqali o'sha Samarqand xalqaro aeroportida o'rnatilgan ikkita uskunalar bor. O'sha yerda tanishib, o'zi qiziqqan joy bo'yicha o'sha ma'lumotlarni olib, hatto o'sha lokatsiyasi bo'yicha ham marshrutni yuklab olib o'sha joyga yaqin borishi mumkin. Turizm qo'mitasi bilan o'zi oldindan ham yaxshi aloqadaman, yaxshi ishlarni kuzatamanda. O'tgan yil bir yo'lovchi degan loyiha ham qildik, ikkinchi mavsum yaqinda boshlandi. Misol ichidagi ishlardan xabardorman-da.
oldin endi hozir blogerlik kelyapti deyaptilar, bilmayman-da. Balki bo'lishi mumkin u, ana bir 2-3 yil oldin bir blogerlar olib kelinganda hamma voydod xalq puliga blogerlarni aylantirib yursizlar degan shunaqa narsalar ham bizni ana nima deydi, bir qaysidir sohani endi rivojlantirmoqchi bo'lsang, shunaqa gap so'zda ham odamlarni sal nima deydi, rivojlanishga to'siq bo'ladigan gaplar ham ko'pda. Endi hech narsa qilmay o'tiraversa hech narsa bo'lmaydi-da. Yo'q, bu bitta narsa, o'sha aytayotgan katta pulga deysiz. Misol uchun o'sha payt katta pulga bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin ancha hozir tushib ketgan. Chunki O'zbekiston misol uchun reklamada nushtatsiya qilmaydigan joy bo'lib qoldi. Misol uchun davlat bo'lib qoldi. Oldin misol uchun kerak edi reklama. Hozir o'zidan o'zi reklama bo'lib ketyapti. Bir xilgilar bilan misol uchun aloqaga chiqmasligimiz ham mumkin. O'zligi kelib turib, bu yerda yo'qotib ketyapti. O'zbekiston yo'qotdi. Aholisi zo'r, mehmon do'st, hamma haligi nima deydi, logistika, servis qolgan jihatlardan yuqori darajaga chiqqani ko'pchilik e'tirof etyapti. Bu juda katta natija deb hisoblayman. Chunki misol uchun oldin qiyin bo'lardi, aytgandek, kimdir bilan bog'lanib katta summalar aytish mumkin. Hozir unaqa emas. Misol uchun kesam prosta otel masalasida yordam ber. Hech bo'lmasa otelni o'zi pul ishlab oladi. Misol uchun otel reklama qildirib oladi, bloger keldi. O'zini o'zi nima deydi, qoplab ketadigan joylari ham ko'p. Endi shunaqa minimal usullarni qo'llayapmiz demoqchisiz. Shunaqa taraflari ketyapti. Chunki oldin bo'lishi mumkin, lekin hozirgi kunda gрамотный marketing yo'nalishi jihatdan ochiqchasiga aytaman. Bu turizm qo'mitasi marketing yo'nalishi, misol uchun biz aloqalarimiz bilan ishlaganda ko'pchiligi o'zligi chiqib, o'zligi yortig'lik deb turib, o'zligi tashabbus bilan chiqadi. Tushunarli. Demak, eng minimal xarajatlar bilan o'sha yaxshi maksimal rezultat bo'lishiga harakat qilinyapti. Xuddi shunday. Oldingidagi, misol uchun aytayotganingizdek, rasxod oldin eshitmaganman xarajatlarni, lekin men aytmoqchi bo'lganim, qaysidir bir blogerlarni olib kelib shu aylantirib ularni obunachilarga ko'rsatish haqida bir 2-3 yil oldin shunaqa gap bo'lganda hamma Facebookda bir voy davlat byudjetining puliga blogerlarni aylantirib yurasizlarmi degan gaplar bo'lganda, lekin asli baribir qanaqadir xarajat qilmasang natija bo'lmaydi-da. Bitta mehmonxona ochilsa, endi butun xalqni dizayga aniq bo'ladi-yu. Bitta mehmonxona ochilsa, albatta o'sha yerda kichkina bo'lsa ham aytaylik, hostel deylik. O'sha yerda ham bir 5 ta kamida 10 ta odam, buxgalter, farrosh, direktor, qorovul, ish boshqaruvchi, oshpaz, misol uchun degan ish o'rinlari o'z-o'zidan paydo bo'ladi. Istanbul ko'p misol keltiraman-da. Istanbul ba'zi shunaqa mahallalari, shunaqa ko'chalari bor. Butun boyaga aytganim, butun xalqi boqib qo'yadi deganim, o'sha atrofdagi xalq faqat servis, xizmat ko'rsatish, kimdir nimadir yopgan, kimdir nimadir pishirgan, kimdir kichik-kichik do'konchilarda choy damlagan. Misol oddiy bitta sayyoh hech bo'lmasa bir 5 kun aylanganda o'sha kattaroq narsalardan tashqari oddiy servisga ham $400, $500 pul tashab chiqib keladi-da kamida. Unaqa sayyohdan nechta-yu shu narsani tushuntirib yetkazib berish odamlarga masala-da, lekin to'g'rimi? 21-yil endi ishga misol uchun faoliyatim boshlaganda chekka hududlarga borganimizda ayrim hududlar endi turistik rivojlanib ketdi. U hududlarning nomini aytmayman. Aytishardi, bizga zavod qurib beringlar, bizni ekologik jihatdan zo'r joylar. Oilaviy mehmon uylarini qurib turib yursa juda zo'r, nima deydi, ekoturizmni rivojlantirish uchun juda katta nimalari bor-da, haligi nima deydi, imkoniyatlari bor. Borganimizda shu zavod qurib ber, bizga ish kerak, yo'q degan gaplar bo'ladi. Biz eshitganimda endi sal hayron bo'lgandim, lekin bugungi kunda boradigan bo'lsangiz, shu joylar oilaviy mehmon uylari qurib turib, turizm orqasidan o'zini o'zi qoplab turib, ko'pchiligi pul topyapti. Ko'pchilik bu narsaga qiziqib, misol uchun uncha daromad topib o'ziga kelib qolganda. Misol uchun ko'pchilik zavod endi pul yo'q deb o'ylaydi, lekin turizm orqasidan ko'proq foyda topish mumkinligini asta-sekin aholi tushunib yetib, bu katta natijalar olib kelyapti deb hisoblayman. O'zini band qilish ham bor, misol uchun. Nima deydi? Ish o'rinlari yaratish juda zo'r. Soliq to'lovchilar ko'payadi. Misol uchun. Bundan bir necha oy avval o'sha ma'lumotlar chiqqanda, ya'ni
davlat xizmatchilari endi har oyda bir marotaba, adashmasam 4-haftaning yakshanba kunlari ichki turizm uchun vaqt ajratishi va buning uchun ishxonasidan ham bir qo'shimcha imtiyozlar berilishi, yordamlar ko'rsatilishi, qulayliklar yaratib berilishi haqida ham ma'lumotlar bor edi. Shu bo'yicha bir to'liqroq ma'lumot bersangiz, hozir bu tizim ishga tushdi, adashmasam qay darajada ishlayapti? Buni endi hamma davlat tashkilotlari o'zini tashkilotidan boshchiligida tashkiliy masalalarni hal qilib, o'sha oilaviy sayohatlarga olib chiqish masalasini amalda joriy qilishdi. Turkiy davlatlar tashkilotiga asosan 7 ta davlatni, jumladan bu O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Turkmaniston, Vengriya, Turkiya, Ozarbayjon davlatlarini moddiy madaniy meros obyektlari haqida ma'lumot beruvchi portal. Bu yerda o'sha ziyorat turizmi, madaniy meros obyektlari to'g'risida ma'lumotlar beriladi. Ya'niki o'sha bu portal orqali o'sha umuman sayyohlar kuzatishi mumkinki, kirib o'sha ma'lumotlarni shu davlatlardagi madaniy meros obyektlari, tarixiy obidalar haqida to'liq ma'lumotlar kiritilgan va uni tanish imkoniyatiga ega. Bu ham o'z navbatida o'sha sayohatga chiqmoqchi bo'lgan sayyohni o'zini sayohat rejasiga o'sha davlatdagi o'sha madaniy meros obyektlariga, ziyoratgohlarga borish uchun ko'makchi hisoblanadi va katta yordam beradi. Albatta, u to'g'risida o'sha tarixni o'rgangandan keyin yana ham qiziqishi ortadi, ma'lumoti bo'ladi o'sha obyektlar haqida va albatta o'sha yerga, o'sha davlatga borganda, shu sanab o'tilgan davlatlarga aytaylik, albatta o'sha yerda ziyorat qilish xohishi unda paydo bo'ladi. Bu albatta bu ham o'sha targ'ibot va qulaylik yaratish maqsadida qilingan. Undan keyin turistik map interaktiv portali Samarqand shahri misolida ishga tushirildi. Bu Samarqand xalqaro aeroportida ishga tushirilib, Samarqandni diqqatga sazovor joylari, aytadigan bo'lsak, muzeylar, ko'ngilochar joylar, gastronomik turizm rivojlangan joylari, tarixiy obidalari va yana bir qancha o'sha sayyohlar uchun qiziq bo'ladigan ma'lumotlar, temir yo'l bekatlari, vokzallari va aeroportlar haqida ma'lumotlar keltirilgan. Bu yerda o'sha xorijiy va ham mahalliy sayyohlar o'ziga kerakli bo'lgan ma'lumotni, lokatsiyasini va u to'g'risidagi ma'lumotlarni, ish vaqtlari to'g'risidagi ma'lumotlarni olishi va mobil ilovasi ham bor bu platformani va o'sha aytaylik boradigan yaqin joy bo'ladigan bo'lsa, lokatsiyalarni ko'rib, marshrut qilib, o'ziga kerakli bo'lgan joylar to'g'risidagi individual sayohatini rejasini ham tuzishi mumkin. Ana undan keyin bizda o'sha turizm sohasida tadbirkorlik subyektlari faoliyatini baholash, reytingni shakllantirish, o'rganish va tahlil qilish maqsadida ham platformamiz ishga tushgan. Bunda tibbiyot muassasalari, sanatoriylar va tibbiyot turizmi yo'nalishida xizmat ko'rsatuvchi turoperatorlarni xizmatlarini sifatini baholab borish yo'lga qo'yilgan platformada. Ya'ni o'sha shu xizmatdan foydalangan odam kirib o'sha ko'rsatilgan xizmatda u yerda savollari bor. Albatta o'sha savollardan kelib chiqib sharhlaydi va o'sha baho beradi. O'shalar asosida uni reytingi shakllanib boradi. Yuqorida sanab o'tilgan tadbirkorlik subyektlarini. Bilasiz, turizm sohasida ham katta xalqaro platformalarda ham bilasiz, sharhlar juda katta muhim o'rin tutadi. Sharhlar. Chunki sharhlar asosida ham katta anaqa aytaylik Booking.com, TripAdvisor.com kabi katta xalqaro o'sha booking qiladigan platformalar reytingi shakllanadi. O'sha mehmonxonalar joylashtirish vositalari umuman ko'rsatilayotgan servis xizmatlari bo'yicha ham kelgan sayyohlar sharh qoldiradi. Bu asosida ham ma'lum bir xizmat ko'rsatish sifatini reytingini shakllantirish mumkin. Shu maqsadda bu platformalar ishga tushirilgan. Endi shuningdek, hozirgi kunda xabaringlar bor. O'sha yana aytib o'tganimizdek, xorijiy va mahalliy sayyohlarga qulaylik yaratish, sohadagi faoliyat yuritayotgan tadbirkorlarga qulaylik yaratish maqsadida Milliy turizm yagona platformasini ishlab chiqish ishlari olib borilyapti. Bunda platforma orqali xorijiy tajribalar o'rganildi. Turkiya, Gollandiya bir qancha o'sha turizm sohasida yetakchi bo'lgan xorijiy davlatlarni tajribalari o'rganib, eng yaxshi tomonlari olinib, shu asosda Milliy turizm platformasi ishlab chiqilyapti. Bunda demak nimalar nazarda tutiladi? Joylashtirish vositalarini band qilish, gidlar,
xizmatidan onlayn foydalanish, taksilar, mahalliy avtobuslar, avia va temir yo'l chiptalarini onlayn xarid qilish yo'lga qo'yiladi. Endi bunda qulaylik tomonlaridan bittasi to'lov usullari mahalliy va xorijiy valyutada amalga oshirilishi, ya'ni mahalliy to'lov nimalaridan foydalanib, ilovalardan foydalanib to'lov amalga oshirilishi mumkin va xorijiy valyutada ham, xorijiy sayyohlar uchun ham, mahalliy sayyohlar uchun ham bu juda muhim narsa hisoblanadi. Platformani ishga tushirilishida bilasiz, hozir xalqaro tajribadan kelib chiqqan aytadigan bo'lsak, o'sha onlayn booking qilish, band qilish platformalari o'sha turizm sohasidagi xizmatlarni juda kattasini qamrab olgan. Bu yerda o'sha aytib o'tganimizdek, o'sha xorijiy va mahalliy turistlar bir vaqt o'zida bu xizmatdan onlayn bir qancha xizmatlarni band qilishga erishadi. Ya'ni har xil platformalarga kirib, masalan, aytaylik, biletni boshqa platformadan olish, temir yo'l uchun biletni boshqa, avia biletni boshqa platformadan, mahalliy avtobuslarni boshqa platformadan olish yoki joylashtirish vositalarini nechtadirini ko'rib, qo'ng'iroq qilib bilishni o'rniga, misol minimal vaqt ichida bu ishlarni hammasini bitta platformada amalga oshirsa bo'ladi. Platformani maqsadi o'sha hamma xizmatlarni yagona bir raqamli makonga jamlash va albatta bu qulaylik yaratish. Demak, shu sohada xizmat ko'rsatayotgan tadbirkorlarga ham va bu xizmatdan foydalanuvchi xorijiy va mahalliy sayyohlarga. Va albatta O'zbekistonda xalqaro mavqeini, jozibadorligini oshirishga olib keladi. Ya'ni o'sha xohlagan davlatdan turib bu O'zbekistondagi yuqorida sanab o'tilgan xizmatlarni bir vaqt o'zida band qilish, xarid qilish imkoniyati yaratiladi. Juda ham foydali ma'lumotlar bo'ldi. Menimcha ko'pchilik aynan turizm, ichki va tashqi turizmni rivojlantirish va bu borada raqamlashtirish jarayonlari haqida ancha foydali ma'lumotlarga ega bo'lishdi va bu soha dogma emas, doim rivojlanib boradigan, o'zgarib turadigan, yangiliklarni o'ziga jamlab boradigan soha va yaqin oylarda balki yana yangiliklar paydo bo'lgandan keyin ushbu studiyada sizlar bilan yana muloqot qilish imkoni ham bo'lar. Yana kutib qolamiz studiyamizda. Bugungi ma'lumotlar uchun va tashrif uchun katta rahmat.